İdişke 2 kaşık aş tozu 100 ml su salayım deydi. Mesela İdişke 2 destekene 1 kaşıktan salamız. Ben tezahürat becerişiniz için ve 50 ml istilen su salıp eritemiz. Şimdi bize erittik. Karar. Hemen yönü tutay. Gelip görelim olsanız. Yine. Tuz eridi. Lekin tuprak ve kum zerreçeleri eridi mi? Yok, eridi. Erimeyin kaldan görüp tutay emmemese. Şimdi şunu şimdi bunu filtreleyimiz. Filtreleşte stavet verdik. Büyük varonkasından faydalansak boladı. Filtre gaz koyup yoki filtre gazın özünü varonkasından kırıp düzeltsek ham boladı. Hazır ikki xil holatdan filtrelashni ko'ramiz. Bu filtre qog'oz. Buni o'zini varonkasidan qilib tuzatib arasini ochib qo'ysak bo'ladi. Kema aralashmada filtrdan o'tkazamiz. Filtrdan qanday holatda o'tadi ko'ramiz. Shaffof holda o'tamagan tiniq eritma bo'lib yoki tiniq bo'lmay o'tamagan shuni ko'ramiz sizlardan. Bemalol kelib ko'rsak bo'ladi. Men ko'rib turibman, yana qarang. Tiniq holatdami? O'tib turgan eritma. Ya kum zerrechalari bormi ichida? Tiniq eritma o'tadi ekan. Bu tiniq eritma filtrat deb ataladi. Ikkinchisi esa büyük bir varonkasini ichine gazı joylaymiz. Resim olacağım ya da çıkması. Mana göreceğiniz mümkün. İçine joyladi. Bundan filtrelesek bo'ladi ekan. Bundan hozir siz iki bundan konuşu başlayın. Anladım. Bazıları nasıl koyuyor? Ana endi qarang. Ağzımıza iflaslangan osh tuzu eritmasini filtrlab qo'yamiz. Ko'radigan bo'lsangiz yana filtr yuzida, filtrda kum zarrachalari qoldi. Nima uchun qoldi kum zarrachalari? Kumni ushlab qoldi. Filtr qog'oz kumni ushlab qoldi. Filtrdan tiniq eritma, tiniq emasmi? Tiniq eritma. Filtrda o'tgan tiniq eritma filtratda qoldi. Ana endi biza yetiragan aralashmadagi kumni tutib qoldi filtr. Bu endi o'tgani
tuz eritmesi oldu mu? Ana şu tuz eritmesini buğulatış fizik usulü arkalı suyunu buğulatıp tuzu kalış jarayonida tekshiramiz. Bunun için bize endi buğulatish uchun chinni chashiyasi solamiz. Eritmani mana shu gomogen tuzli eritmani solamizdan qaynatamiz. Spit lampa yordamida buni qizdirsak bo'ladi ekan. Şimdi bunu kaynatamiz. İçindeki tuz kalıp su buğulanıp gittiğince kaynatamiz. Bana kaynatkandan keyinki neticelerini görüyoruz.